Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari ko'lami, joylarda foydalanishga topshirilayotgan yangi obyektlar, zamonaviy turar joylar misolida yaqqol ko'zga tashlanadi. Deyarli har kuni yurtimizning qaysidir manzilida yangi inshoot yoki ishlab chiqarish obyekti qurib bitkazilayotganiga oid xabarlarni eshitamiz. Bu jarayon nafaqat shahar va qishloqlar qiyofasini o'zgartiradi, balki odamlar hayotiga o'zgacha mazmun-mohiyat bag'ishlaydi. Toshkent viloyati Bekobod tumanida ham Yangi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini binosining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ochilish marosimida mahalla faollari va nuroniylar ishtirok etdi. Tadbir davomida yangi binoning ramziy qizil lentasi kesilib, mahalla ahli uchun muhim bo'lgan ushbu maskan rasman foydalanishga topshirildi. Mahalla fuqarolar yig'inining yangi binosi zamonaviy sharoitlar asosida barpo etilib, mahalla ahliga yanada qulay xizmat ko'rsatish imkonini yaratdi. Tumanimizda mahalla idoralarining yangisidan qurilayotgani 10-mahalla fuqarolar yig'ini idorasi ochilyapti. Bu yoqda endi xudo yana oldimizda yana 10 ta mahalla idorasi ochiladigan arafasida. Mana shunday o'zgarishlarni ko'rib turib, yillab esga kelmagan, amalga oshmagan ishlar qisqa muddat ichida, ya'ni 1 yil ham bo'lgani yo'q hali. Shunaqangi katta o'zgarishlar amalga oshirildiki, bu beqiyos darajada. O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inining atrofi bir vaqtda juda ham qarovsiz bo'lib ketgan edi. Mana hozir qarang, shunday bir yangi zamonaviy idoralar, bular xonalarga kirib ko'rsangiz, odam ishlamagan odamni ham ishlagisi kelib ketadi. Sababi hammasi zamonaviy tarzda, yana qaytib aytaman, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan mana shu xalqim yaxshi zamonaviy joylarda xizmat qilsin, kelajak avlodga shu joylar qolib ketsin degan mazmunda ilohim mana shu o'zgarishlar ko'p bo'laversin. Ochilish marosimida so'zga chiqqan nuroniylar mahalla ahli uchun yaratilayotgan sharoitlar uchun minnatdorlik bildirib, bu maskan mahalla hayotida muhim o'rin tutishini ta'kidladi. Bizga yaratib berilgan imkoniyatlardan xursandmiz. Imkoniyatlar uchun yurtboshimizga ming rahmat, viloyat rahbarlarimizga, tuman rahbarlarimizga ming rahmat. Bizga yaratib berilgan imkoniyatlardan to'g'ri va oqilona foydalanib, mahalla yettiligi bilan fuqarolarimizni har qanday muammolarni o'z vaqtida bekami-ko'z yechishga harakat qilamiz, sidqidildan ishlashga, xalqning ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Oldingi imkoniyatlarimiz bu davrda biz yolg'on bo'lmasa, o'zim shaxsan 14 yildan beri ishlayman. 14 yildan beri bu binoga erishish uchun havas qilib yurardik. Oldin 58-maktabning bir xonasida joylashgandik. 7 kishi o'sha yerda sharoit u darajada yo'qdi, imkoniyatlar yo'qdi, o'sha yerda faoliyat yuritib kelardik. Qishloqdan 1 kilometr uzoq tashqariga chiqib qolgandik. Hozir mana qishlog'imizning markazidamiz. Har qanday vaziyatda ishlashga ham imkoniyat, hamma sharoitimiz bor. Yangi mahalla binosi hudud ahlining muammolarini hal etish, turli tadbirlar o'tkazish hamda fuqarolar bilan muloqotni yanada samarali yo'lga qo'yishga xizmat qilishi kutilmoqda.